Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalomu alaykum hurmatli jamoatimiz. Inshaalloh avvalgi suhbatlarimiz davomi o'laroq bugun ham Alloh taoloning oyatlaridan bir qancha oyatlar, ya'ni suralardan bir sura bo'lmish Ixlos surasi, uning tafsirlari to'g'risida suhbatlashamiz. Ixlos surasi haqida suhbatlashar ekanmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning va'dalari bo'yicha Ixlos surasi shunday bir suraki, unga qilingan muhabbatni o'zi insonni jannatga olib kiradi. U shunday sura. Ixlos surasi shunday suraki, bir marta o'qilishi Qur'onning 3dan 1 qismiga to'g'ri keladigan sura. Bitta Ixlos surasini bir marta o'qish, demak Qur'onning 3dan 1 10 parasini o'qishga barobar ekan. Ixlos surasining ixlos so'ziga ham to'xtaladigan bo'lsak, soatlab gapirishimiz mumkin. Insonni jahannamdan qutqaradigan narsa ham ixlos. Insonni jannatga olib kiradigan narsa ham ixlos. Insonni dunyoda qilgan amallariga qilingan ixlosi Alloh taolaning roziligini topishiga sabab bo'ladigan narsa ham ixlos. Amallarni, yaxshi amallarni qabul bo'lishi, yomon bilib bilmay qilingan kamchiliklarni kechirilishiga ham sabab bo'ladigan narsa bu ixlos hisoblanadi. Ixlos surasini nozil bo'lish sabablarida shunday voqea keltiriladiki, Tafsir al-Vodih al-Muyassar kitobida Muhammad Ali Sobuni rahmatullohi keltiradilarki, oyatlarning nozil bo'lish sababini, kunlardan bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga bir qancha mushriklar yig'ilib kelishdilar. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, Alloh Alloh deyapsan, Rob deyapsan, kim u? Amin zahabin am min fiddah, ya'ni kim, sening Robbing oltindan yasalganmi dedi, yoki kumushdan yasalganmi, yoki birorta yoqutdan yasalganmi, yoki qimmatbaho zabarjad toshlardan yasalganmi sening Robbing dedi. Nima uchun bu so'zlarni aytishdi? Chunki o'sha vaqtda insonlar, mushriklar turli xil narsalardan, toshlardan, yog'ochlardan o'zlari yasab olgan ilohlarga sig'inar edilar-da. Shuning uchun o'zlarining aqllari doirasida savol berishdilar. Yoki ular tarixdan ham ozmuncha xabardor edilar. Musa alayhissalom Alloh taolo bilan suhbatlashgani ketganda bir jamoa mushriklar nima qildilar? Oltindan quyishib, buzoq yashab sig'inishib qo'ydi-ku. Shuning uchun ham balki sening Robbing oltindanmi, kumushdanmi, nimadan deb savol so'rashdi. Shunda Allohning rasuli nima deyishni bilmay turganlarida Alloh taolo Ixlos surasini nozil qildi. Qul huvallohu ahad. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohu yagona zot. Oltindan, kumushdan qayerda bo'lsa yasalib ketadigan narsa emas u. Alloh taolo yagona bir zot. Va Allohu samad. Alloh taolo samad zot. Samad degani nima degani? Samad degani hech kimga muhtoj bo'lmaydigan, shu bilan birgalikda hamma unga muhtoj bo'ladigan zot deyiladi. O'zi hech kimga muhtoj bo'lmaydi, ammo hamma unga muhtoj bo'ladi. Bu nima degani? Alloh taolo bizning ibodatlarimizga ham, ma'siyatlarimizga ham muhtoj emas. Lekin biz unga muhtojmiz. Nima uchun? Dunyoda ham saodatli yashash uchun, oxiratda ham abadiy jannatda qo'nim topib, Alloh taoloning roziligini topish uchun biz muhtojmiz. Demak, u samad zot ekan. Lam yalid va lam yulad. Demak, Alloh taolo shunday zotki, u tug'magan va tug'ilmagan. Tug'magan va tug'ilmagan. Alloh taolo o'zini buyukligini ko'rsatib, insonlar orasida bir insonni chiqardiki, uni otasi ham, onasi ham yo'q. Odam alayhissalom. Alloh qudratini qarang.
Otasiz, onasiz ham odamni yaratdi, odam alayhissalom. Va onasiz ham yaratdi Havvo onamizni. Zero kim Odam alayhissalomning chap qovurg'alaridan Havvo onamizni yaratdi. Onasi bo'lmagan. Birining otasi ham onasi ham yo'q, birining onasi yo'q. Va Alloh taolo yana bir ko'rinish qoldiki, otasiz ham inson yaratish. Bundagi qudratini ham Alloh taolo zohir qilib, Iso alayhissalomni Maryam onamizni dunyoga keltirdi. Otasi yo'q, ammo onasi bor. Va 4-uslub bir ota, bir onadan insonlarni ko'payishni iroda qildi. Mana shu 4-uslubda Alloh taolo qiyomatga qadar o'zining bandalarini davom ettirgan qildi. Demak, shunday buyuk zot ekanki, uni o'zi tug'ib yoki uni o'zi tug'ilgan emas ekan. Ota-onasi ham yo'q, farzandi ham yo'q. Mana shu joyda Alloh taolo mana shu oyatini o'zi, ya'ni tug'ilmagan deganda barcha musulmonlardan boshqa turli xil buzuq toifalarga raddiya bo'ldi. Masalan, Yahudilar aytadilarki, Uzayr alayhissalom, payg'ambar Uzayr Alloh taoloning o'g'li derdilar. Qur'onda ham kelgan. Va qalat yahudu Uzayrun ibnulloh. Nima uchun? Uzayr alayhissalom bir qishloqqa borganda, hamma joy parokanda buzilib ketgandi. Ko'rib turib, Alloh taolo bu yerlarni qanday qilib bog'-rog'li bir shaharlarga aylantirib qo'yar ekan-a deb hayratda qolganda, o'tirib uxlab qolganlar. Shu uxlaganda 100 yil uxlaganlar. Uyg'onganda qarasa, hamma joy shahar barpo bo'lgan. Bir necha soatda shuncha ish bo'ldimi? Jabroil alayhissalom keldi. Qancha uxlading Uzayr? Chamasi bir kun, yarim kun uxladim-da dedi. Yo 100 yil uxladim. Mana shuning uchun ham balki Yahudilar Uzayr alayhissalomni Alloh taoloning o'g'li deb e'tiqod qilardilar. Va yoki nasroniylar Iso alayhissalomning otalari yo'qligi uchun bu Alloh taoloning o'g'li deb aytadi. Bu ham Qur'oni Karimda kelgan. Iso alayhissalomning bu, ya'ni Allohning o'g'li degan xulosaga kelishlarida nasroniylarning bir qancha qarashlari bor. O'zi aslida Maryam onamizni onalari dunyoga keltirib, o'sha vaqtdagi ibodatxonaga xizmatchi qilib beradilar. Ularning vaqtida o'z o'g'il farzandlarini ibodatxonaga xosatan xizmatga berish degan narsa bor edi. Imronning ayoli o'g'il tutsam xizmatchi qilib beraman Xudoning yo'lida dedi-ku, lekin qiz tug'di-da, Alloh taolo qiz berdi. Maryam onamiz dunyoga keldi. Mayli endi Allohning yo'lida fido qilaman bolamni dedim, va'da berdim. Qiz bo'lsa ham beraman dedi, xizmatga berdi. Shu yerda yana bir erkak xizmatchi bor ediki, o'sha vaqtda Maryam onamiz homilador bo'lgan vaqtlarda bu mana shu ibodatxonadagi erkaklarda homilador bo'lgan degan turli tuhmatlarni aytishgan avvaliga. Keyinchalik Iso alayhissalom chaqaloqligida gapirib, uning dini haq ekanligi, haq payg'ambar ekanligini bilganlaridan keyin to'qib olishdiki, yo'q, bu Iso endi Xudoning o'g'li ekanini to'qib olishdi. Mana shularga ham Alloh tug'magan va tug'ilmagan oyat raddiya bo'ldi. Va yoki mushriklarning o'zlari Alloh taoloning o'g'li yo'q, lekin qizlari bor dedilar. Allohning qizlari kimsa? Farishtalar. Allohning farishtalari Alloh taoloning qizlari deb e'tiqod qilar edilar bir qancha mushriklar. Alloh taolo ushbu tug'magan va tug'ilmagan oyati bularga ham raddiya bo'ldi. Demak, Alloh taoloning buyukligi mana shunday ekan. Va oyat so'ngida "Valam yakullahu kufuwan ahad." Alloh taolaga birorta teng keladigan zot yo'q. Rahmi shafqatda ham, mehribonlikda. Doim ma'ruzalarni takrorlaymiz. Bizni bir odam haqorat qilsa, hech bo'lmaganda ichimizda yomon ko'ramiz, to'g'rimi? Mayli u bilan urushmasmiz, so'kishmasmiz, kuchimiz yetmas, so'zimiz yetmas. Hech bo'lmaganda qalbimizda shu bekor menga shu gapni gapirgan hayol o'tadi-ku. Biz insonmizda. Alloh taoloning nechasini Alloh taolo yo'q deyapti. Bo'lmagan narsa bu deyapti. Dunyo o'zidan o'zi paydo bo'lgan deyapti. Alloh taolo rizqni bermay qo'yganku. Yo'q, erkin yashayapti. Hamma rizqni beryapti. Demak, Alloh taolo mehribonlikda, rahmdillikda, kechirimlilikda tengi yo'q zot ekan. Haqiqatan ham unga o'xshash o'zi yo'q. Anas roziyallohu anhu da rivoyat qilingan bir hadisda
Sahobalarning davrida bir kishi imomlikka o'tsa, bir sahoba faqat Fotiha surasidan keyin avval Ixlos surasini zam sura qilib, undan keyin yana bitta sura qo'shib qo'yadi. Har qaysi namoz bo'lsin, albatta Fotiha va Ixlos bor ekanda namozida. Oxir odamlar so'rashdi. Nega faqat Ixlosni o'qiysan? Yoki shu Ixlosdan boshqa surani bilmaysanmi? Bilasan-ku. Aytdilarki, kunlardan bir kun Payg'ambar alayhisolamning oldiga borgandim men. Ey Rasululloh, men shu Qur'ondagi Ixlos surasini juda yaxshi ko'raman. Ko'p o'qiyman desam, Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, mana shu muhabbatingni o'zi seni jannatga olib qo'yadi dedilar. Shundan keyin Ixlos surasini yana ham yaxshi ko'rdim. Demak, Ixlos surasi shunday sura ekanki, uni yaxshi ko'rishimizni o'zi biz jannatga olib qo'yadi. Mana Payg'ambar alayhisolam gaplari. Va yana boshqa bir hadisda Payg'ambar alayhisolam qasam ichib aytganlar. Bilamizki, qasam ichish Alloh taoloda yoki payg'ambarda sodir bo'lsa, bu juda ham bir ahamiyatli, e'tibor qaratish lozim bo'lgan, inkor etish mumkin bo'lmagan eng muhim narsalar bo'ladi. Shunda Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, jonim qudratida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Allohga qasamki, Qur'onda bir sura bor, Ixlos surasi. U Qur'oni Karimning 3dan 1ga teng dedilar. Mana Hatmi Kabir, Hatmi Sag'ir degan so'zlarni eshitib qolamiz. Hatmi Kabir to'g'ri, katta xatm. Qur'onni katta tugatish, boshidan oxirigacha qiroat tugatish. Hatmi Sag'ir esa Qur'onni kichik tugatish. Ya'ni nima? Ixlos surasini 3 marotaba takrorlash. Agar biz kuniga Qur'oni Karimni Ixlos surasini 3 marotaba takrorlab qo'ysak, demak biz har kuni Qur'onni xatm qilgan savobni olyapmiz inshaalloh. O'tirib o'qishimiz yo'qda Qur'oni Karim to'liq, ammo Payg'ambarimiz alayhisolamning va'dalariga ishonsak, Payg'ambar alayhisolamning hadislariga ishonsak, demak 3 martagina Ixlosni o'qisak, biz kun yo'q xatm Qur'on qilyapmiz inshaalloh. Alloh taolo barchamizni mana shu oyatlarga muhabbatli zotlardan qilsin. Har kuni, har soatda o'zining kalomini to'liq xatm qiladigan insonlar qatorida bo'lishimizni o'zi nasib aylasin. Va sallallohu ta'ala ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin ya Robbi. Bu qilingan mav'izalarga avvalo o'zimizni qo'layversa, barchamizni amal qilishimizni o'zing nasib aylagin. Gunohlarimizni mag'firat aylagin ya Robbi. O'zing kalomiga bo'lgan muhabbatni ziyoda qilgin ya Robbi. Har kuni xatm qiladigan insonlardan bo'lishimizni, toki qiyomat kuniga qadar keladigan zurriyotlarimiz ahli solih, ahli Qur'on, ahli taqvolardan bo'lishini o'zing nasib aylagin. Barchamizni dunyoda jamlanganing kabi oxiratda jannatda ham jamlagin. Barchamizga dunyo saodatini bering ya Robbi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.